İslam devletida bu jazoning ig'irligi hayotlikni qo'g'dash uchun. Bizning hayotimizning qimmatli ekanligini kishilarga bildirish. Masalan, ba'zi kishilar deydi, "Bu islom dinida o'g'irni qo'lini kesilgan" deb. Bundan nima qo'rqamiz? Nima andish qilamiz? Agar biz o'g'ir bo'lmasak, qo'rqmasak ham bo'ladi. Islom dinida zinoxorni o'ltiradi ekan deydi. Islom davlati bo'lib qolsa, zinoxor o'ltiriladi. To'dguvochi bo'lsa, baytiq shartlarning hammasi tepilsa, buningda zinoxor qo'rqsa bo'ldi. Agar zinoxor bo'lmasa, qo'rqmasin bo'ldi buningda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hammalar hoş geldiniz aziz qardaşlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazlı bilen İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlı kitabının 14. hadisini okuyamiz. Bizim bugün okuyduğumuz hadisimiz İslam dinimizde qo'g'dashga tegishlik eng muhim bo'lgan 5 ishninki 3'ü haqida to'xtaladi. Ya'ni bizning dinimizda qo'g'dashga tegishlik, himoya qilishga tegishlik 5 narsa bor. Bu shariatning asosiy maqsadi deb ataladi. Bu qaysi insanlar birinchidan din. Bu dinni qo'g'dash eng muhim ish. İkincisi canını qo'g'dash. Üçüncüsü yüz obro'yini qo'g'dash. Dördüncüsü nesabni qo'g'dash. Beşincisi aqlni qo'g'dash. Mushu 5 narsaga daxl yetkazadigan har qanday ishqa bizning dinimiz nihoyat ig'ir jazolarni qo'ygan. Bugungi hadisimiz mushu 5 ishdan 3 haqida to'xtaladi. Unda bo'lsa, hadisimiz o'qiylik, undan keyin shaylanmaylik. Ani ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalas. Bir musulmonning qini 3 ishdan boshqa ishda halol bo'lmaydi deydi. Ya'ni bir musulmon islom dinimizda, islom davlatida 3 ish bilan öldürülüdü deydi. Bu Müslüman öldürülüdüğün 3 qaysi biz yuqorida o'tgan İslamning 5 maqsadininki birisiga cho'qim taqashgan bir ish bu. Birinchisi qarab baqaylik, at-tayyibuz zani, to'y qilib bilib zina qilguvchi. To'y qilib bilib bir odam zina qilgan bo'lsa, bu odam o'ldiriladi. Ikkinchisi wan nafsu bin nafsi, jonga jon. Ya'ni bir odam bir odamni qasddan o'ldirgan bo'lsa, bu odam o'ldiriladi. Uchinchisi wat-tariku li dinihi al-mufarq lil jamaa. Dindan voz kechib, ya'ni islom dinidan voz kechib, keyniga yenib, kafirlab musulmonlar jamoatini tashlagan odam öldürüldü. Endi biz bu hadis qarab baqadigan bo'lsak, birinchisi nima? To'y qilib bilib zina qilgan odam. Nima uchun to'y qilib bilib zina qilgan odamga bizning dinimizda o'lim jazosi beriladi? Chunki to'y qilib bilib boshqalar bilan zina qildi deganlik bu insonninki nasibiga daxl yetkazadi, yuz obro'yiga daxl yetkazadi. Biz yuqorida o'tdik. Islom dinimizning asosiy 5 maqsadidan birisi dinni qo'g'dash, hayotlikni qo'g'dash, nasabni qo'g'dash va yuz obro'yini qo'g'dash. Shundaqla aqlni qo'g'dash. Mushu eng muhim bo'lgan 5 maqsadga daxl yetkazadigan har qanday bir ishqa bizning dinimiz nihoyat ig'ir jazolarni qo'ygan. Zina qilguvchining o'ltirishining sababi dal bizning oilamizni qo'g'dash uchun, yüz obro'yimizni qo'g'dash uchun. Chunki zina bir jamiyatda oilni yimirib tashlaydi va shundaqla nasabni buzadi, yüz obro'yini yerga uradi. Bu sebepten bizning dinimiz, bizning paydamiz uchun, bizning nasibimizni qo'g'dash uchun, bizning yuz obro'yimizni qo'g'dash uchun va shundaqla bizning oilamizning sog'lomligi uchun to'y qilib bilib zina qiluvchiga o'lim jazosini yo'l qo'ygan. Ammo bu o'lim jazosining sharti bor. Masalan deylik, bir to'y qilib bo'lgan odam zina qildi desak, uni onglisi hisob emas. Bir odam ko'rgan bo'lsa hisob emas. Cho'qim ishonchlik rostchilik bo'lgan 4 odam uni ko'rgan bo'lishi kerak. Ya'ni zina bo'layotgan jarayonni ko'rgan bo'lishi kerak. Agar bir er bilan bir ayolni, ya'ni nomahram er bilan nomahram ayolni bir uyda tutib olsa-mu, agar jarayonni ko'rmagan bo'lsa, o'ldirilmaydi. Ya'ni buning shohidligi hisob bo'lmaydi. Ya'ni buning birinchi sharti shu jarayonni 4 odam ko'rgan bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti bu jazo shaxslar tomonidan ijro qilinmaydi. Masalan, 4 odam ko'rapti, ishonchli odam ekan, rasul odam ekan, bu jazo ijro qilinadi, asla ijro qilinmaydi. Agar islom davlati bo'lsa, bu islom sotidan hukm chiqarilsa, undan keyin buni ijro qiluvchilar ijro qiladi, hargiz shaxslar tomonidan ijro qilinmaydi. Shunga bu masalaga nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Masalan, deylik bir ishonchli bir odam bu ahvolni ko'rgan bo'lsa, u odam shu darajada ishonchli bo'lsinki, Hazrat Abu Bakrdek ishonchli bo'lib ketsa-mu, yana ijro qilinmaydi. Chuqum 4 odam bo'lishi shart. Nima uchun 4 odam qo'ydi bilamizlar? Ya'ni islom dini bizning yuz obro'yimizni qo'g'dash uchun. 4 odamning u jarayonni naq maydonda ko'rishi nihoyat kamdan kam tepiladi. Shunga islom tarixiga qarab baqadigan bo'lsak, 4 odamningki bu ahvolni ko'rib o'ltirilgan odam yo'q deyarlik. Xususan men eslamadim. Ko'pinchisi o'zi iqror qilib, men bu shunday gunoh qilib qoldim deb o'ltirilgan, ammo 4 odam u jarayonni ko'rgan ahvol nihoyat oz. Nima uchun bilamizlar? Ya'ni bu yuz obro'yiga taqashgan masala bo'lganligi uchun. Aslida bir odam ko'rsa hisob qo'y, ishonchli bo'lsa, yuz obro'yiga taqashgan masala bo'lganligi uchun, buning naqadar inchga, naqadar xatarlik masala bo'lganligi uchun, buning shartini bizning dinimiz ana shunday chin qo'ygan. Bu sababdan apqashli gaplar bilan, buning gapi bilan zinoxor u bu desak, islom dinimizda o odam emas, shu degan odam tuhmat nomi bilan 80 qamchi uriladi. Çünkü bu yüz obro'yiga taqishadigan bir masala. Shunga bundan oldigan bizning darsimiz zinaning bizning dinimizda naqadar ig'ir masala ekanligi. Agar buni 4 odam guvohchi ko'rmagan bo'lsa, ig'zimizda yumishning kerak ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchisi jonga jon. Ya'ni islom dinimizda islom davlati bo'lib qolsa, o'limga hukm qilinadigan shaxsning ikkinchisi bo'lsa, bir odamni qasddan o'ldirgan odam.
Ya'ni bir odam pironlik shaklda bir odamni qasddan o'ldirgan bo'lsa, tuqqanlari xun talab qilmaymiz, qisos talab qilamiz deb turgan bo'lsa, u odamga o'lim jazosi hukmi beriladi. Buning sharti baytnigidek qasddan bo'lishi kerak. Uxmasini o'ldirib soldi, mashina deb so'qib soldi, bu hisob emas. Qasddan o'ldirishni maqsad qilib o'ldirgan bo'lsa, undan keyin u islom davlatidagi sudchilar tarafidan hukm chiqarilib, shu davlat tarafidan o'ldiriladi. Hargiz shaxs tarafidan emas. Bu islom davlati bo'lgan vaqtda ijro qiladigan masala, ammo izimizda aniq bo'lishi kerak. Nima uchun bilamsizlar? Va lakum fil qisasi hayatu ya ulul albab dedi Alloh taolo Qur'on Karimda. Ey aql egalari, qisosda sizlar uchun hayotlik bor dedi. Ya'ni bir odam qasddan o'ldirilgan bo'lsa, uning qisosi ilinsa, undan keyin kishilar odam o'ldirmaydi. Masalan, hozirgi miyadiga o'xshash bir odamni o'ldirsa, 8 yil kesib bilan qo'yib berdigan ish bo'lib qolsa, $5000 bir odamni o'ldirguli bo'ldigan mushundaq bir jamiyatda bo'lib qolsa, qotillik kuyib ketadi. Shunga islom davlatida bu jazoning ig'irligi hayotlikni qo'g'dash uchun, bizning hayotimizning qimmatli ekanligini kishilarga bildirish uchun. Ammo qisos egalari, bo'ldi biz apu qildik, pushaymon qilgan bo'lsa, biz apu qildik, xun haqqi talab qilamiz desa, 100 tugining qimmatidagi pulni oladi va yoki 100 tugini oladi, undan keyin ularni apu qiladi, qisos ilinmaydi. Unda bo'lmaydi ekan, qasddan odam o'ldirguchi bizning dinimizda islom davlati tarafidan o'ldiriladi. Uchinchisi, dinni tashlab jamoatdan ayrilgan kishi, ya'ni biz murtad deymiz. Murtad bizning dinimizda 4 mazhabning ittifoqi bilan o'ldiriladi. Nima uchun? Chunki murtad dinga kirib, dinga chiqqandan keyin bu yerda dinni buzish ahvoli yuz beradi. Ya'ni bir odam dinga kirib, dindan chiqib, dinga kirib, dinga chiqsa, bu yerda kishilarningki dinga bo'lgan hissiyoti, dinga bo'lgan hurmati buziladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrida ba'zi ahli kitob bo'lgan kofirlar qanday qilgan desa, aminu wajhan nahari wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Biz kishilarni dindan yondirish uchun atdeganda berib Muhammadga iymon aytayli, kechdi iymondan chiqib olayli deb mana shunday uyan o'ynagan. Bu dinga kirib, dindan chiqish masalasi kishilarni dindan sovutadigan bir masala. Dinni qo'g'dash uchun bizning dinimizda murtadga o'lim jazosi beriladi. Va shundaqla buni hikmatlar qatoridan hamda bular ama yangi zamon olimlari deydi buni. Dindan chiqqan odam ko'p holda dindan chiqib o'zining ishini qilmaydi. Ko'p holda dinning dushmaniga aylanadi. Dindan chiqadi, murtad bo'ladi, keyin dinga hujum qilishga boshlaydi. Ya'ni dinni himoya qilish uchun murtad bizning dinimizda o'ldiriladi. Shunga bugungi kunimizda ba'zi gaplar chiqadi. Voy murtad öldürülmeydi, o emas, bu emas deb 4 mazhabning ittifoqi var, bunun da alimlarning ijmosi var. Murtad dinni himoya qilish uchun o'ldirildi. Biz yuqorida o'tdik ya, islom dinininki 5 asosiy maqsadi var deb. Uning birinchisi qaysiydi? Dinni qo'g'dash. Murtadni o'ldirishning sababi dal dinni qo'g'dash uchun. Ya'ni bu ish taqalmasa, din qo'g'dalmaydi, din himoya qilinmaydi. Shundaqla bir odam murtad bo'lgandan keyin uning murtad bo'lishidan ilgari, ya'ni musulmon hayoti qilgan bütün ishlarining hammasi bekor chiqib ketadi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah va ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Qanday bir odam murtad bo'ladi ekan, ya'ni dindan yanada ekan, uning qilgan amallarining hammasi dunyo va oxiratda bekorchi bo'ladi. Ular do'zaxda mangu qoladi deydi. Demak, dindan yanishning oqibati mana shundoq ig'ir. Dindan yangan odamningki bütün amali bekorchi bo'lib qolmay, nikohidagi ayol agar musulmon bo'lib qolsa, nikohi ajrab ketadi. Shu vaqtni tatib nikohi ajrab ketadi. Bolalari onasi musulmon bo'lganligi uchun onasining qishida qolib qoladi. Ularga musulmonning qizlari yatliq qilmaydi. Va shundaqla musulmonlar tarafidan ular biroz yetim qoldiriladi. Chunki o'yinishi uchun, tafakkur qilishi uchun, ibrat elishi uchun va shundaqla boshqa musulmonlarga ibrat bo'lishi uchun. Va shundaqla murtad bo'lgan inson o'lgandan keyin yuyib tarilib musulmonlar qabristonligiga qo'yilmaydi. Mana bu murtad bo'lgandan keyingi ahvollar. Unda o'zi murtad qanday bo'ladi? Ya'ni bir odam qanday murtad bo'lib ketadi? 3 xil narsalar murtad bo'ladi. Birinchisi so'z bilan, ya'ni Allohni tillagan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni tillagan bo'lsa, bilib turib, uyquda emas, majburlangan emas, aqli shu joyida, shunda turib Allohni tillagan bo'lsa, Rasulullohni tillagan bo'lsa, bu odam murtad bo'lib ketadi. Va shundaqla bir odam Qur'on Karim hozirgi zamonga mos kelmaydi degan bo'lsa, bilib turib, majburlanmagan bu odam murtad bo'lib ketadi. Va shundaqla bir odam Rasululloh Arabga kelgan payg'ambar, bizning payg'ambarimiz emas deydi ekan va mushuning o'xshagan dinda quyoshdek aniq bo'lgan, bilinishi zarur bo'lgan bundaq masalalarni inkor qilgan bo'lsa, so'z bilan bu odam murtad bo'lib ketadi. Shunga ig'izimizdan chiqqan gapga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Ikkinchisi, harakatlanma inson murtad bo'lib ketadi. Masalan, sehrgarlik deyli. Bir odam bilib turib sehrgarlikning mana shunday ig'ir ish ekanligini, sehrgarlik qilgan bo'lsa, u odam murtad bo'lib ketadi. Va shundaqla bir odam butqa ta'zim qilgan bo'lsa, u odam murtad bo'lib ketadi. Ya'ni uning but ekanligini bilib turib, majburlanmagan shunday holatda butqa ta'zim qilgan bo'lsa, va yoki boshqa bir narsaga aniq shirk bo'lgan narsaga cho'qingan bo'lsa, u odam murtad bo'lib ketadi. Uchinchisi, e'tiqod bilan inson murtad bo'lib ketadi. Masalan, qalbida kishilar Alloh bor deydi, balkim yo'q qilishi mumkin deydigan bir e'tiqod bo'lib qolsa bir odamning, bu odam murtad bo'lib ketadi. Vasvasa ayrim bir masala, ammo bir qalbida doimo shunday bir shak bo'lib qolsa bir odamningki, bu odam murtad bo'lib ketadi. Va shundaqla qalbida Allohdan boshqa bir narsani ma'bud yoki shifolik beradi yoki shundan bizga bir madad keladi deydigan shunday shirk aqida bo'lib qolsa, e'tiqodida bu odam e'tiqodiy jihatda murtad bo'lib ketadi. Demak, inson mana shunday so'z bilan, ish harakat bilan va e'tiqod bilan murtad bo'lib ketadi. Shunga degan gaplarimizga, harakatlarimizga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Ammo bir odam murtad bo'lib ketgandan keyin biz yuqorida o'tgandek, hadisda deyilgandek, o'lim jazosi tatbiqlanishi uchun bir qancha shartlar lozim. Birinchisi, boyatin degandek, u odam balog'at ketgan odam bo'lishi kerak, aqli shu joyida odam bo'lishi kerak va shundaqla bilgan bo'lishi kerak u masalalarni.
bilmasdan, uqmasdan degan bo'lsa, yana murtad bo'lmaydi. Va shundaqla majburlanmagan bo'lishi kerak. Turmada emas masalan. Manda bir majburlanmagan bo'lishi kerak. Yuqorqi shartlar bo'lib qolgandan keyin u odamning o'lim jazosini ijro qilinishi uchun chuqur bir islom davlati bo'lishi kerak va shundaqla islomiy suddan uni hukm chiqariladi. Undan keyin u islom davlati tarafidan ijro qilinadi. Shaxs tarafidan emas. Shunga yuqorqi masala bir islom davlati bo'lgan vaqtda undan keyin ijro qilinadigan bir o'lim jazosi keladigan masala. Buni biz bilishimiz kerak, uning qarta ehtiyot qilishimiz kerak va shundaqla uning hikmatini tushunishimiz kerak. Qarab baqadigan bo'lsa, to'y qilib zina qilgan bo'lsin, dinni tashlagan bo'lsin va shundaqla bir odamni o'ltirgan bo'lsin, hammasi insonningki diniga, sharifiga, yuz obro'yiga, nasibiga va yoki hayotiga xavf keltiradigan masala. Bizning dinimizdagi bundaq jazolarni qo'yishning maqsadi hargizmi bizning dinimizga emas, dal bizning foydamiz uchun, bizning dinimizni qo'g'dash uchun, jinimizni qo'g'dash uchun va shundaqla bizningki yuz obro'yimizni qo'g'dash uchun va shundaqla bizningki aqlimizni qo'g'dash uchun. Masalan desak, qo'g'dash tegishli narsalarning birisi qaysi? Aql. Bizning dinimizda haroq ichganlarga bunday ig'ir jazo qo'ydi. Masalan, 40 qamchi urdi masalan shundaq. Nima uchun? Bizning aqlimizni qo'g'dash uchun. Shunga bu masala hargizmi biz tushib ketadigan masala emas, qo'rqib ketadigan masala emas. Masalan, ba'zi kishilar deydi, "Voy islom dinida o'g'irni qo'lini kesilgan" deb. Bundan nima ish qo'rqimiz? Nima ish andish qilamiz? Agar biz o'g'ir bo'lmasak, qo'rqmasak ham bo'ladi. Islom dinida zinoxorni o'ltiradi ekan deydi. Islom davlati bo'lib qolsa zinoxor o'ltiriladi. To'dguvochi bo'lsa, baytiga shartlarning hammasi tepilsa, buningda zinoxor qo'rqsa bo'ldi. Agar zinoxor bo'lmasa, qo'rqmasin bo'ldi buningda. Xushal bo'lish kerak. Demak, zinoga bunday ig'ir jazo qo'yildi deganlik, o'g'riga bunday ig'ir jazo qo'yildi deganlik, odam o'ltirgandan bunday ig'ir jazo qo'yildi deganlik, islom davlati sizning jiningizni qo'g'daydi, meningizni qo'g'daydi, yuz obro'yingizni qo'g'daydi, izzingizni qo'g'daydi, hayotingizni qo'g'daydi deganlik bu. Shunga bu qo'rqadigan masala emas, balki islom davlatida mana shunday insonning yuz obro'yi qimmatli ekan. Bir odamni o'ltirib olsa, 8 yil sulaplab qo'yib bermaydi ekan, qisas oladi ekan, u yerdan hayotlik shakllanadi ekan. Odamning qimmati bor ekan degan ma'noni ilishimiz kerak. Shunga uchishib ketadigan masala emas. Bizning islom tarixiga qarab qaradigan bo'lsak, mana shunday ig'ir jazo qo'yilganlik, shunga odam o'ltirish olsun, zina masalalari olsun, nayt az. Ammo bugungi kunimizda-chi qonun deydigan bir narsa paydo bo'ldi. Bu qonunlarda bir odamni o'ltirsa, ba'zida 8 yil, ba'zida 10 yil, ba'zida 15 yil turmada yetadi, ondan keyin chiqadi. Qotillik tugudimi? Tugumadi. Va shundaqla yuz obro'y masalasi desak, zina masalalari nurg'un davlatlarda qonunliq. Ammo qarab baqadigan bo'lsak, nasablar bulg'angan, yuz obro'ylar yerga urilgan, ba'zi oilalarda inoqlik bo'lmagan shunday ahvollar bor. Shunga bizning dinimizniki bundaq masalalarga ig'ir jazoni qo'yishi dal bizning dunyo va oxiratlik foydamiz uchun. Shunga bu masala qarta alhamdulillah deyishimiz kerakki, u masalalar va u jinoyatlardan nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak, diqqat qilishimiz kerak. Chunki u yana bir musulmonningki ya diniga aloqador bo'ladi, ya jiniga aloqador bo'ladi, ya yuz obro'yiga aloqador bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu Allohning qonunlarini, shariatlarini to'liq shaklda qabul qiladigan va uni qo'g'daydigan, himoya qiladigan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah